ko'rinishni ko'radigan odamlar juda ko'p. Bu juda yaxshi. Lekin shu yaxshilikni qadriga yetishni ham bilishimiz, tushunishimiz kerak. Yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarishimiz kerak. Yaxshilikni hech vaqt unutmasligimiz kerak. Buyuk shayxlarning gapi bor. Do'stlar, yaxshilarni avaylab asrang. Biz mana shu yaxshi odamlarni avaylab asrashimiz kerak. Ularga yaxshilik bilan javob qaytarishimiz kerak. Endi bunga yakuniy so'z berganligi uchun yana bir bor hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Oilalaringiz tinch bo'lsin. Hech kim dard ko'rmasin. Bunaqangi yubileylar, to'ylar juda ko'p bo'lsin respublikamizda. Hozir juda ko'p. Mana shu yaxshilikni boshida turgan, yaxshilikni quvvatlab kelayotgan bizni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich omon bo'lsinlar. U kishini yaxshilik qilmagan sohasi qolgani yo'q. Hamma sohada yaxshilik qiladi. Mana qarang, yaqinda 167 ta madaniyat san'at arboblariga unvon berib taqdirlandi. Shulardan biri 24 tasini, 25 tasi vafot etib ketgan san'atkorlar.